Anlayatqanlar Azad Şərq Türkistan radiosu xəbərləri. Assalamu alaykum hörmətli radio dinləyicilər. Bu haftalık xəbərimizin qısqaça məzmunları tövəndikcə. Aldı bilan radiomuz tayyorlagan Şərq Türkistan Milli Armiyası qurulğanlığının 81 yıllıqıga bağışlanğan təbrik sözünü anlaysızlar. Bu haftalık diaspora yığınlıqlarında 5. Ümit günü Gollandiyada ötküzülgen 3. növbətlik Ümit Lonqısı futbol müsabiqəsi haqqındakı məxsus söhbətni diqqətinizə sunumuz. Və ən axırda Mən Tirik Guvaçı namlıq alayda söhbətimizin ikinci qismi vədi bilan başlanğan, qulluq bilan davamlaşqan yaşlıqni anlaysızlar. Ondaqda diqqətinizə radiomuzda bolsun. Hörmətli radio anlıqçılar, 8. Ümid, Şərq Türkistan Milli Armiyası qurulğanlığının 81 yıllıq xatırı günü, 1945 yılı 8. Ümid. Bu gün faqat bir hərbi qoşunun qurulğan günü emas, bəlkə bir millətinin öz təqdirini özü belgiləş yolundakı qat'iy iradəsinin, azadlıqı bolğan işşənçinin və dövlətçilik eğinin canlıq ifadəsi bulub tarixi yazılğan gündür. Milli armiya ayni davrda faqat qurolliq kuch bo'lib qolmay, balki xalqimizning milliy g'ururi, vatanparvarlik ro'yi va mustaqillik orzusining po'lat sepi bo'ldi. Ay yulduzluq ko'k bayroq ostida qasam ichgan u qahramon askarlar bizga bir haqiqatni qoldirib ketdi. Hurlik tilab ilinmaydi, balki kurash qilish va badal to'lash orqali qo'lga keltirildi. Bugun biz aşı şərəflik tarixini əstəş bilən birgə erkinlik yolda canını pida qılğan barlıq şehitlərimizə çoğunqur hürmət bildirimiz. Milli Armiya günü bir xatırı günlə emas, bəlkə bizning iradimizni yenilaydigan, birlikimizni kuchaytiradigan və kelgusiga bo'lgan ishonchimizni texmo mustahkamlaydigan bir ruhiy bayramdır. Şərq Türkistan Milli Armiyası qurulğanlığının 81 yıllıqı münasibati bilan bütün xalqimizga samimiy təbrikimizni yollaymiz. 8. Ümid Milli Armiya bayramımız qutlug bolsun. Qadirlik radio anlıqçılar, 5. Ümid yakshanba kuni Gollandiyadagi Uyg'ur jamiyatida bir qatimliq ruhluq va ma'naviy ahamiyatga ega faoliyat muvaffaqiyatli o'tkazildi. Gollandiya Uyg'ur birlashmasi futbol komandasi tashkillagan 3. navbatlik Ümit Lonqısı futbol musobaqasi qizg'inlik kayfiyat ichida o'tkazildi. Bu qatimqi musobaqaga 7 komanda qatnashgan bo'lib, Gollandiya va qo'shni davlatlardan 60 tak mahir maydonga ishtirok qilgan. Bu diasporadaki Uyghur yaşlarının birliki ve milli ruhini namayan qilgan muhim bir musabiqa bo'ldi. Musabiqa avvalo davlat marshi bilan boshlandı. Echilish murosimida aktiv siyosiy faoliyatchi Abdug'ani Sabitbek 36 yil burunqi Barin inqilobi to'g'risida qisqacha so'z qilib, tarixni unutmaslikning ahamiyatini ta'kidladi. Shundaqla Şərq Türkistan futbolchilar birlashmasi raisi Elshad Islom Beygi so'z qilib, shehidlardan o'rganish, ularning izini besish va kurash ro'yini davomlashtirishning muhimligini eskartdi. Musobaqaning asosli maqsadi do'stlik, qarindoshlik va birlikni kuchaytirish ekanligi ta'kidlangandan keyin musobaqa rasmiy boshlandi. Komandalar taq aylanma shaklda o'zaro raqobatlashdi. Maydonda ko'rilgan nodir harakatlar va yuqori mahoratlar tomoshabinlarga zavq va hayajon bag'ishladi. 100ga yaqin mayir va tomoshabinlarning qizg'in qo'llashi va qiyoqas cho'qonlari bilan musobaqa kayfiyati texmo yuqori ko'tarildi.
Bu növbətlik müsabiqənin çempionu Vurraçılar komandası oldu. Mübarək bolsun Vurraçılar komandası. Bu musobaqa faqat tanarkat faoliyatila emas, balki diasporadagi Uyg'urlarning birlikini kuchaytiradigan, yoshlar o'rtasida qarindoshlik rishtasini mustahkamlaydigan bir ma'naviy ko'rik bo'lib qoldi. Bu faoliyat haqida texmi ko'p ma'lumot olish uchun biz faoliyatni o'rinlashtiruvchilar va qatnashuvchilar bilan telefon ziyorati ilib bordik. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdə anlaydıqınızlar Gollandiya Uyğur Birləşməsi futbol komandası yetəkçisi Ababəkir bəy bilən ilib bağan telefon ziyaretimiz. Assalamu alaykum Ababəkir bəy. Aldı bilən sizin təbrikləyəm. Xatalışmasam siz eyni vaqtda bu qatımqı çempion komanda Vurraçılarning yetəkçisi o deyman. Va alaykum assalom. Rahmat, xo'sh bo'ldim. Shundaq, men bu qatimqi Vurraçılar komandasining qurg'uvchisi, lekin komandaning kapitani mening o'g'lim. Ha, maşallah. Gollandiya Uyghur Birleşmesi futbol komandası təşkil Ümit Lonqısı müsabiqəsinin ən mühim məqsədi və nişanlarını radio anlıqçılarımız bilan ortaqlaşışını qalamız. Endi bu Gollandiya Uyghur Birleşmesi futbol komandasi Gollandiyada yaşayotgan Uyg'ur bolalarninki, Uyg'ur yoshlarninki bir yerga toplanadigan, do'stlashadigan, qarindoshlashidigan bir yaxshi bir fursat. Bu komandamizda bizning WhatsApp guruhimizda paranglish orqali har yakshanba kuni bir yerga yig'ilib mashqlarni olib boramiz. Mashqlarimizga taxminan 20 yoki undan ko'p, ba'zi vaqtlarda undan ozroq bo'lib yosh bolalar kelib qatnashadi. Gayet ko'ngillik o'ynab, yaxshi mashqlarni qilib, do'stlarni chaqchaqlarni qilishib ma'noda. Endi bu komandamizniki asosli maqsadi, nishonlarini desak, do'stlik, qarindoshlik, mehr muhabbatimizni oshirish. Andan keyin Uyg'ur bolalar bilan yashash, yoshlar bilan birga top o'ynash orqali o'zimizning ona tilini qo'g'dash, cho'nglar bilan, kichiklar bilan, do'stlar bilan qandaq do'stlashish, qandaq o'tish, cho'nglarga hurmat, kichiklarga izzat degandek ishlarni o'g'itish degandek shundaq bir yaxshi aktiv taraflar bor bu mashqlarimizniki, bu ishlarimizniki. Umid qilib ketib bormiz. Mush bolalarga mush kichikkin bir yig'ilish orqali ularga tunutish, bildirish, vatanimizniki Xitoyning zulm ostida qolganligini, ulardan qutulishning, hurlik, mustaqillikning qanchalik muhimligini, o'zimizning qahramonlarini, xotir kunlarini, Xitoyning qilayotgan zulmlar degandek ishlarni har vaqt bildirish orqali o'ziningki hurlik, mustaqillik ideyalarini yetildirish, Xitoyga qarshi turish irodasini chang'itish degandek kichik harakatlarimiz orqali ashlarga bir ulgu usumi, shularga bir tarbiya usumi qilishni maqsad qilib ketib bormiz. Ya'ni futbol orqali yalğız futbol müsabiqəsi, futbol məşqi bilan qolmasdan, ya'ni komandadagi a'zolarga, ya'ni milliy ruhni yetkazish uchun tirishyapsizlar. Nihoyat yaxshi. Her yakshanba kuni 20 ga yaqin kishi yig'ilib mashq qilyotdi dedingiz. Bu qancha uzun bo'ldi shundoq davom qilyotqili? Men Gollandiyaga kelgili 2 yildek bo'lay deb qoldi. Men kelib uzun o'tmaylam shu shahardagi bolalarning mashq qilayotganini bilib, shu vaqtidan tortib qatnashgan. Uningdan biri mubokan to'q. Asosan har haftada izchil qildik. Bo'lib ba'zi bir musobaqalarga, masalan Belgiyadagi 5 navbatlik erkinlik lonqisi futbol musobaqasi degandek musobaqalarga oz qolganda izchil mashq qildik. Ba'zida ta'tilga ketgan vaqtlarimizda yoki et bayramlarga udil kelib qolganda to'xtab qoldik. Bo'lmasa, asosan qishning toza so'qoq kunlarida qilolmay qoldik, sharoit tufaylidan. Undan boshqa shu bu yil endi etni tugatib, asosan izchil qilyapmiz. Har hafta to'liq alayda bir ahvol olib qolmasa, ya'ni to'liq qatnashib, odan mashq qilganini planlab turyapmiz hozircha. Nihoyat yaxshi. Bu qatam sizlarning Vurraçılar komandasi g'alaba qildi. Garchi bu bir kichik musobaqa bo'lsa-mu, ammo bu o'tkazilgan kun bizning nihoyat ahamiyatli bo'lgan. Umidning 5-kuni, ya'ni Barin inqilobi
şehitlerinin hatır günde ötküzdüğünler nait ehemmiyetli bir günde. Ve meydanda ay yıldızlıq kök bayraklarımız lepildep durgan şekilde bu musabıqa ötküzildi. Bu biz üçün nait kıymetlik. Altı qıtım toluq g'alaba qilishdiki eng muhim omil nima sizcha? Ras degендек bu qitimqi bu 3 navbatlik Ümit Lonqus futbol müsabaqamız nəhayət əhəmiyyətli bir güngə toğır gəldi. Bu gündən paylanıb biz aşağıya yığılğan futbolçu mahirlər və tamaşaçılarga nəhayət bir yaxşı şəkildə bir tərbiyə qıla aldıq, aşlağı bir tarixni əsiltə aldıq, özümüzün qəhrəmanlarını tunta aldıq deyə oylayım. Əmdə bu qələbəmizdənki əsas səbəbi bayan deyə ötdüm bu futbol bir kollektivdir. Əmdə ben bu qitim tanlagan, qurgan komandamız özümüz ixtiyar qılıb qurgan. Hamma o'ringa muvafiq adam tanladım hesapda. Vartağı Məxsus Varta, Bekge, Qımıdapiyaga ona layiq adam, o'ttir meydan, hücumchi degende şeylerge. Özüm bir qur astoydil deb shundaq ballarni tayyor qildim. Bu birinci amil. İkinci amil bayan deganimdek ko'pchilikninki qat'iy bo'shashmay boshdan oxir tirishishi. Anandan keyin yana bak muhim bo'lgan bir amil inoqlik. Bizningki komandamizda yosh bolalardan bor, 15-16 yoshlik boladan bir ikkisi bor. Anandan keyin 20 yosh atrofidan bir ikkisi bor. Degandek yosh bolalar bor. Bu yosh bolalarmi nəhayət gap anglab, aktiv o'ynab berganligi uchun bu musobaqada ham ko'pchilikning kuchi bilan g'alaba qildik. 6 maydon to'liq yengib birinchi bo'ldik. Tekrar tebriklayman, mübarek olsun. Rahmet. Hakikaten muhaciratda bundaq sistemlik, teşkillik aletde bundaq bir futbol müsabaqalarini uzun yıl ötküzüş hakikaten bu asan emas. Elbette taqdirlashga arziydigan harakat. Men o'zim şahit. 10 necha yilning yaqi Gollandiyada futbol hareketi, bo'libmi futbol hareketi izchil davom qilib kelyapti va bugungi taraqqiyotini ko'ryapmiz. Sizce bundaq musobaqa yoshlarninki ichidagi birlikni va ruhiy kuchni oshirishda qanday rol o'ynaydi? Bu menimcha nəhayət əhəmiyyətli bir iş hamda. Biz bu fəaliyyətni bir yılның ichida 4 qitim ötküzüşni planlayapmiz. Malik Gollandiya Uyg'ur birlashmasi futbol komandasi hay'atlari deydigan 7 kishi bor. Shu hay'atlar o'zaro maslahatlashib bir yilning ichida 4 qitim ötküzüşni plan qildik. Hozircha shu planimizdan keyin 3 qitim muvaffaqiyatli ötküzdik. 3-chi qitim hammasining ixtiyoriga qo'ydik. Xohlaganlar do'stlaringlar uchun bo'ldi. Qanday qilsanglar o'zinglar quringlar dedik. Shuning bilan Yevropaning har qaysi davlatlardan topçular mesela Hurra komandası degan komanda Germaniyadan, Norvegiyadan ba'zi topçularni taklif qilib ular bir komanda qurgan bo'ldi. Belgiyadan maxsus bir Anyurt deb bir komanda keldi. Mao Gollandiyaning ichida bor bolalarni o'zininki yaqin yo'riqlari bilan shunday qildi. Lekin bu qarmoqqa bir guruh bo'lib qolganda qilgan bilan umumiy jihatdan nəhayət ittifoq, do'stlik, qarindoshlik shaklida nəhayət chiroyli obdan bo'ldi bu faoliyat. Texmi ko'p natija qozonishinglarni va yaqin kelgusida xalqaro futbol sahnalarida ay yıldızlıq kök bayrağımızı cevlanlatışınlarını tilash va umid bilan birlikda siz bilan xo'shlashimiz. Rahmat sizga. Rahmat deganlaringiz kelsin. Shu kuchimizning barcha ay yıldızlıq bayrağımızı lapilditib, her qandaq bir mayli Gollandiyaning ichidagi yoki sirtidagi musobaqalarda olsun, özümüzün Uyg'urlik ro'yi bilan qat'iy bo'shashmay bu ishni davom qilamiz inshaalloh. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şərq Türkistan Futbolcular Birləşməsi yaqında bir muhim çağırıq e'lon qilib, Şərq Türkistan Ulusal Futbol Komandasini qo'llash uchun barliq qarindoshlarni iqtisodiy yordam qilishga da'vat qildi. Şərq Türkistan Ulusal Futbol Komandası nomidagi bu komanda shu Şərq Türkistan degan nomi bilanla faqat bir tanarkat komandasi emas, balki diasporadagi Uyg'urlarning birligi, kimligi va ro'yining simovli bo'lishga yetarlikdir.
Şuna bu çaqırıq, bu mening, sizning, uning, hammamizning komandasi degan bir o'rtaq mas'uliyat ingi tuyg'usini aks ettirdi. Bu munosabat bilan biz bu yordam chaqiriqining asli sababini bilish uchun Sharq Turkiston futbolchilar birlashmasi raisi Elshad Islombek bilan qisqa bir telefon ziyorati ilib berib, yordam chaqiriqining asli sababi to'g'risida suhbatlashdik. Assalomu alaykum Elshad bek, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi rahmat. Elshad bek, yaqinda Sharq Turkiston futbolchilar birlashmasi nomidan bir yordam chaqiriqi e'lon qildinglar. Bu yordam chaqiriqini qilishga nima sabab bo'ldi va bu sababni radio anglovchilarimiz bilan o'rtoqlashishni xohlamsiz? Albatta, oldi bilan Azad Sharq Turkiston radiosiga ko'pdan ko'p rahmat bu fursatni berganingizga. Xudo haqdimniki bu chaqiriqniki sababi nima desamiz, hammamiz bilamiz, dunyo futbol lo'nqisi Amerika, Kanada, Meksikoda bo'ladi. Ya'ni butun dunyoda medialar bo'lamdi, hamma odamlar dehdi shu Amerika tarafda bo'ladi. Bu fursatdan yaxshi foydalanib, Tibet təşkilatları, yəni Tibet futbol cəmiyyəti bu fürsəti çiң tutub, muşu çoğ musaq buluşdum burun, bizmo Şərq Türkistanda, Tibetdə, Şik Mongoliyada bu atqan zulümlarını anlatıdığanға yaxşı fürsət gəldi, muşu futbol turnuvası, yəni futbol musabaqasını orlaşdırıbdı və bizni təklif qıldı. Bizim nəhayət xoşulup bununla maqul qılıb qatnışdan bulduq, Allah xalısa. Ya'ni bu bir xalqarалық musobaqa, Sharq Turkiston nomida qatnashsizlar. Albatta, Sharq Turkiston futbol birlashmasi qisqa tushuntirib bersam, biz 2019dan boshlab qurildik. 2025da rasmiylab anga ilinib, Gollandiyada ilinib, Sharq Turkiston futbol cemiyeti, futbol birlashmasi deb hukumatga yozg'izib, haqiqiy tunilgan bir organ bo'lib yozildik. Banka, Torbat, Facebook, social media hamma yerini açtık. Bizniki sebebimiz mi albatta aydınlık. Ötken yılmı Konifa taraftan orlaştırgan, Konifa Asya longsuzmu Şərq Türkistan'a temsil bulup, yani Şərq Türkistan ulusal komanda bulup katlaşıp ikinci bulduk. Yani yaxşı oldu. Bu albatta mən ötken yılım London'da boğan musaqlandı ve bu da ki bu New York olmakçı boğan erkinlik longsusu qatılış bulamdı. Bizden məqsədimiz faqatla futbol emas. Biz her zaman davatımız, bizden yetməkçi bolğan nişanımız şu. Muşu futbol arqılıq Şərq Türkistan'ı tuntuş, Şərq Türkistan'ın zulümlarını bütün xalqara bildiriş məqsəddə etməvatımız. Bu da haqqındakı müsaqma nəhayət mühim bir siyasi əhəmiyyətlik bir hərəkət desək болады. Bu qatam yordam chaqiriqining unumi bo'ldimi? Yordamga ishtirok qilayotganlar bo'lyapti. Albatta, az-to'la bo'layotidu. Bizmo endi Sharq Turkiston futbol jamiyati bo'lishimiz bilan hammamiz shu o'zimizniki xizmatimizdan sirt, ailemizden sırt vaxtimizni chiqarib qilayotgan ish. Bizniki tashviqot jihatdan nurg'un kamchiligimiz bor. Uni e'tirof qilamiz, chunki ishida xizmat qilayotgan, yana qilayotgan odamlarning soni cheklik. Bizmo unchalik tajribalikmi emas. Shuna bo'lsa qo'limizdan kelishicha qilyapmiz. Buni amaliyotda chaqiriqni bizga yaqinda bir hafta bo'ldi chiqardik. Buning bizning kutadiganimiz oldi bilan xalqimiz buni nihoyat muhim ko'rib qo'llash kerak. Undan sirt abim deganda bir siyosiy harakat bo'lgandan keyin butun dunyodagi har qanday bir davlat yashayotgan tashkilot, derneklar hammasi fursatdan foydalanib yaxshi qo'llab qilishini umid qilamiz. Meningcha qo'llashga arziydigan bir harakat, chunki nam Sharq Turkiston bo'lganligi uchun bu Sharq Turkiston albatta yolg'iz sizlarning yoki yolg'iz bir tashkilotning yoki yolg'iz bir partiya yoki bir organning emas, bu hammamizning Sharq Turkiston nomida ilib berilgan har qanday harakat, faoliyatlarga yordam qilish hammamizning majburiyati, mas'uliyati deb o'ylaymiz va bu yerda radio anglovchilarimizning mush xabarni anglagandan keyin sizlar bilan aloqa qilishib, sizlarga yordamda bo'lishini umid qilamiz.
Şundaqla kelgüsüde bu xil turdagi musobaqalarni texmi kengaytish yoki yoshlarni texmi ko'p jalb qilish uchun qanday planlaringlar bor? Bu planlarni deyishdan burun aldılar xalqimizningki bu organın qanchalik muhimligini, har bir qatnashgan musobaqalarningki qanchalik önümü bo'layotganligini his qilish kerak. Eee, Gerçi o'tgan qitim xalqimizning yordami va ba'zan tashkilotlarning yordami bilan iqtisodiy yig'ilib bora oldik degan bilan rost gapni demsam bo'lmaydi, yetarlik emas. Chunki biz nemishqa davomli da'vatimiz biz biror tashkilotning ostida emas, tashkilotlar bilan birlikda qilmaymiz deb ochiq so'zladimiz. Chunki hammamiz bilamiz yurishadigan narsa emas. Biz Tibetlardagi o'xshash emas, boshqa o'xshash haqiqiy bir yetaklab borgan bir muqim bir hukumat, bir organımız yo'q hozir. Sharq Turkiston ideyasi degan narsa bizning xalqimizda toza qandek his qildim. Chunki shu qo'llash yetillam ko'gin bo'ladi. Amaliyotda o'tgan hafta biz 30 ming yevro atrofida yig'ildik. Nishonimiz amaliyotda 50 ming yevro edi. Ona yetamadi. Shuning ba'zan program qisqartib, taqimo yig'inchaq shaklda qilgan. Buningda shuni his qildikki, bu xalqimiz bu Sharq Turkiston degan nomidan bo'layotgan faoliyatga nimishqa bundaq sal qaraydigandir. Shaxsan men bu futbolchi mayli bo'lay bo'lmay buruniki balkim sizmi o'ylagansiz. Chunki nurg'un Turkiyalik musobaqalar ko'ramdik, yo boshqa biz yaxshi ko'rgan davlatni ko'rsak, hayajonlanib ketamiz. Hatto social media budaqdim yaqinda Turkiya dunyo longsini kiraldi. Ko'rdimki shu Instagramda, Facebook'larda nurg'un tashkilotlar hatto social media orqali tabrikladi, faqirlandi, qo'shildi. Bizda hozir o'zimizningki bir davlat komandamiz bor, qurildi 2019dan boshlab va musobaqa o'yinida ko'rsatdik, his qildik. Bunda bo'lgandan keyin tig'imich amaliyotda bundan ko'p xalqimiz buni hayajonlanib qo'llayotdi, qo'llaydi. Yordamni birdamdan yig'ib bo'lamiz deb o'ylagandik. Afsus, o'nchik bo'lmadi. Ilmi shukri, bu yerda qaqshab so'zlab qilganim yo'q, ammo haqiqatni demasak bo'lmaydi. Bu daqtim yana shu 25 ming yevro, 30 ming yevro yig'imiz da'vatimiz. Onunga bu hozir gapdan o'chirg'izsam sal ansiratimiz bularmi bo'lmasmi? Chunki biz Sharq Turkiston tamsil qilib boramiz degandan keyin futbolchilarni xohlagan odamni akamidik. O'zimizningki futbol musobaqa orqali o'ynag'ach Yevropadan, Amerikada eng yaxshi o'ynaydigan futbolchilarni yig'ib Riga olib bormoqchi. Yaxshi natija oldi. Sharq Turkistonning yuzini tushirmayli. Chiroyli bir musobaqa o'ynab keldi, bayroqni egiz ko'tarib, marshimizni o'qib, haqiqiy bir Sharq Turkiston bizdagi bor deb dunyoga jakar qildi deb anglatgan katta fursatni xalqimiz bo'lib tashkilotlar buni taslishib qo'llashi kerakdi. Yani sal qaramaslik kerak. Sal qaramaslik kerak. To'g'ri. Albatta. Bu yerda yana deb qo'ydiğim bizning akademiyachilik bor. O'qigan bilimlik odamlarimiz bor. Bularmi bu musobaqalarniki bunday bir harakatlarniki qancha muhimligini yaxshi biladi deb o'ylayman. Shundoq ustozlarimizmi, aqllarimiz, hadlarimizmi shu social medialarga chiqib so'zlab tashviqotni tanqid berishga hamisha degan bir qitim hammasini chaqiramiz. Albatta, chunki boyimi dedim, Sharq Turkiston nomida ilib berilayotgan, mengayotgan bir komanda u yerda Sharq Turkistonga vakillik qiladi. Bu Sharq Turkiston hammamizning davlati. Unda bo'lgankin bu hammamizning majburiyati, mas'uliyati, buningga haqiqatan sal qaramasligimiz kerak. Sizlarga utuq tilayman. İnşallah nait g'albilik shaklda mushqatimliqni yo'rikdagi erkinlik longsini talishish musobaqasiga g'albilik qatnashishinglarni, ay yulduzliq ko'k bayrog'imizni shu maydonda javlanitishinglarni, javlanitish bilan qolmay chempionlikni ilib kelishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz va shu tilaklarimiz bilan siz bilan xo'shlashamiz. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat. Hörmətli radio anlıqçılar, biz yana naq maydonga ishtirok qilgan tomoshabinlardan Gollandiyadagi aktiv siyosiy faoliyatchi Abdug'ani Sobit Begni ziyorat qilib, naq maydondan olgan ta'sirotlarini so'rdik. Assalomu alaykum Abdug'ani Bey, yaxshimisiz?
Her qatımlıq kütürəngü aktiv roya altınız bilen bu qatımlıq musabıqının amay tamaşavanlar qatardan yer apsız. En avval sizden bilmekçi boğunum. Naq meydandaki hissiyat qandaqdı? Tamaşavanlarının qızğınlığı, futbolçularının roya altı degendek. Aleykümselam. Allah'a şükür yaxşı obdan tudum. Rahmet. O günkü hissiyat nəhayət kötürəngü coşqun. Bizdeki yaş innilərimiz və mən bilən tanım etdik başqa qarindaşlarımı degəndə şunda aktiv coşquluqla oynadı. Diyen saat 12'den başlap saat 6-7'ye oynayıp getdik o vallahi. Pek uzun vaqt sürdü. Siz mu bu qatımlıq musabıqada içilişide söz qıpsız, yani barın inqilabı doğrusuda söz qıpsız. Sizce bundaq tarixi əslatmalar yaşlarga qandaq təsir göstərdi? Atışdaki aynı devirdeki şu futbol musabaqası 100 yıl burunqi nəhayət kəmri yazılğan maqallarda deyəndək ki, xalqqa nəhayət ilham bir gurur bağışlayan. Demek hem de bu Gollandiyada hem de Gollandiya Uygur Birliği bu futbol uyuşmacılık teşkilatının ki bunda bir faaliyetini ulaştırışı bu nəhayət yaxşı. Çünkü yaşlarınınki sağlam üsüp yetiliş şondan birge bulup mu 4-cü ayının 5-ci gündükidək təcavüzü Xitayla qarşı xalqımızdaki özünün erkinlikini qolğaş yolunda qıgan şu küreş günü ulaştırıp şu günde inqilab günde yani. Bunlar bir faaliyetin musabını ulaştırışı bu yaşlar birliğe nəhayət yaxşı bir vətənpərlik tərbiyesi. Mən də o közü bağa vaxtımızda bir yerde üzərimdən söz əqlini bilməkdim. Şu yerde Meşkal İlşat İslam ve Abu Bekri Terner kardeşimiz şu yerde muşuna bir yaşlığa bir söz qıparsınız degende şundan şu yerde kısa tayaraqsı söz qıp kaldım şu. Bundaq tənərkət fəaliyyətləri bilən milli ruhni birləşdirişinin əhmiyyətini qandaq bahalaysınız? Hem de mən özüm şəxsən futbolunu bək oynayıp getənməyimə, lakin başqa təntərbiyəni yaxşı oynayalayım, futbolunu oynayıp getənməyimə. Ama ben mesela Gollarını keygen ki İlşat İslam, Ablet, Katarlık kayırındaşlarımdan ki yıllardan beri bu tenterbe işini koldum vermeyi, bu tenterle birge bizden yaşlarımızga halkımızdan ki yani müstakillik görüşü ideya fikir cihete asas sağlıkını köydüm ve ulanın ki tirişçalıktan tesirlendim. Keyin anakin bizden Terner Abu Bekir kardeşimiz geldi, o kardeşimiz şunçılık cirakarlıktan vaqt çıkarıp şunda japalık ballarını terbiyelep qığını köydüm. Bunu köygəndeki mən şonlan bu qatim Gollandiya Uygur Birliği ninki Ümit Yıldızı 3 qatımlıq musabaqasına qatnaşdım mən. Birinci, ikinci, üçüncü qatım. Bunu köygəndeki bu yerdəki ballarınki birlə oynaş, məsələn, mənəvi cəhətdən bolsun, maddi cəhətdən bolsun, ya komaydı özlərini məsələn nəsə xudu vətəndəki sıqılış, ular şunda təlim, tərbiyə veriş, bu intihai mühim buna bir fəaliyyətən buluş yaşlar içində. Nəhayət rəhmət sizə Abdüğəni bəy, işlərinizə uftuq diləş bilən birlikdə bu yerdə siz bilən xoşlaşmız. Rəhmət sizə. Köpdən köp rəhmət. Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü Ümit Lonqısı futbol musabıqısı faqat bir tənərkət fəaliyyəti bulubla qalmay, bəlkə diasporadakı Uyğur yaşlarının birliki, ruhi və kəlgüsüge bolğan işəncinin namayəndisi boldu. Meydanda top tepken hər bir yaş faqat g'alaba uchunla emas, bəlkə birlikimiz, kimlikimiz və iradimiz uchunmu kurash qildi. Bugünkü bu meydanda köygənlərimiz bizning kelgusimizning qandaq bo'lganligining bir ko'rinishidir. Bir-birini qo'llagan, do'stlikni qadrlagan va bir nishon uchun tirishgan yoshlar bor bo'lsa, bizning umidimiz bor, bizning kuchimiz bor demakdir. Sizlar bugünkü meydonning qahramonlari, ammo eng muhimi sizlar parlaq kelgusimizning egilari. Har bir pas, her bir yugurish, her bir tirishchanlik sizlarning ruhinglarning qanchalik kuchli ekanligini ko'rsatadi. Undaqda qadrli yoshlar, birlikinglarni saqlanglar, ruhinglarni tushirmanglar va umidni hargiz yo'qotmanglar. Chunki kelgusi sizlarning qo'linglarda. İşqi o'rinlashtirish,
Bu söz insonga umid bag'ishlaydi. Lekin Sulaymon uchun bu erkinlikning oxirlashishining boshlanishi bo'ldi. Zavutdan boshlangan bu yo'l uni chet elga va oxirida qorong'u bir dunyoga ilib bordi. Bu bir odatdagi hikoya emas. Bu bir-biriga bog'langan zanjir. Bu zanjir kishilarni bir yerdan yana bir yerga, umiddan umidsizlikka, erkinlikdan qulluqqa ilib bordi. Lekin eng qorong'u yerdimi bir chiqish yo'li bo'ladi. Qancha kunda bordingiz? Bu yerga berishga hamda bizga asli poyezdning biletini shu bizningki kadrlar bir tutash elib olib bo'ldi. U yerga shu 2,5 kun atrofida bordik. Siz borgandan keyin u yerdagi ko'rgan amaliyot bilan uning oldida sizga tunishtirgan bu so'zlarninki oralig'idagi farq nima edi? Pek cho'ng farq bormi? Farq haqiqatan cho'ng, chunki bular bizni o'labli qanmisi bo'ldi degandek, u yerga borgandan keyin va to'rtadan bir yotoq yatsizlar. Tamuqinglar yaxshi. Tamoq yetib turadigan odam bor degandan keyin haqiqatan bor ekan, haqiqatan yotoq bor ekan. Lekin ular degandek to'rtadan bir yotoq yotadigan ish nada? Endi u chog'da 8-10 bir yotoq kichik, shu 8-10 osti usti karvat aram patqidakli yerga shu 8-10 odamni shu yerga tiqdi. Ammo yan tarafga deganda yotoq solmoqchi, yotoq binosi. Shuni solgandan keyin azod yerga ko'chib ketisizlarmi shu yetib turing dedi boshda. Haqiqatan tamoq tayyor ekan, lekin endi u bir Xitoy o'xshaydi. Shapaq do'pini kiyiblar men tungan deb shu yerda ish qilib biz yeb boqmagan, ko'rmagan bir narsalarni hamda o'sha yerda etib tayyor qilib berdi. O'sha bir xil saylanlam qo'rib, tuzlab burmay, tuz selib, tamoq bosidimi shu va guruchlar yeysanglar deb ashta g'alati bir saylan hamda orasida biz yemaydigan narsalar ham yo'q. Lekin ashta bir narsalarni qildi. Nayta bir quvvatsiz, nayta bir yeyishlik emas bir narsalar bilan O tamoq tetimigan vaqtida, masalan, ko'pincha holda tetimaydi, yangi tamoq bo'lgandan keyin uydagi tamoqlarga o'xshamaydi. Va tamoqni tetimaydi ekan, bizga boshqa tamoq etib yoki bo'lmasa, bu tamoqning halolmi, harommi deb so'ray olamsizlar? Yo'g'on bir dasqa va bir 4-5 xil sayni qilib qo'ydi. Hanga, ilqindamiz uni. Tarxamak. Tarxamak to'g'ri. Anadan keyin inchka qilib, uni nayt tuzga besib, ochiq suv chilab, hashta qilib qo'ydi ekan. Andan keyin shu yesulakni yolg'izlam qo'riydi ekan. Azroq may to'kib. Shuni bir 4-5 dasqa qildi, o'zimiz yeyimiz kelgan yeymiz. Endi bu nimada yeyilolmaydigan say bu qanday yeymiz buni, bak ta'mi yo'q ekan. Dizak shuni bilan yesang mana, yemisang o'zing bilim qilib yesang bo'ladi deb nari bilim qilgan sharoitimiz nada u yerda. Haftada qancha kun ishlaysizlar? Kuniga qancha soatdan ishlaytinglar? 7 kun to'liq ishlaymiz. Lekin bir anda sanda shu Xitoyninki chag'an bayramlarga to'g'rilishib qolmasa, aram elgan narsa u yerda yo'q. Lekin 12 soat ishlash, bu shu mancha ishlaymiz, mancha tamoq yeymiz deb tamoq choplaqliq. Uningda hamda cho'qim ishlash kerak bo'lgan soat 12 soat. Lekin uningdan sirt yana ko'pincha ahvolda 2 soat ismini qo'shib ishlayga soladi. Shuning bilan 14 soat ishlaysizlar. To'g'ri, chunki ishlab chiqarish yetishmadi. Ishlab chiqargan narsa oz, xaridorchi qolib ketdi, ismini qo'shanglar. Deb ismini qo'shqizib, ishlatgan ahvollar haqiqatan jiq. O ismini qo'shqanga, uning maoshinglarga yana qo'shib maosh berdiganda, maoshinglar qancha oyda oldigan? Yo'q, endi bizga degan chog'da normal bo'lganda shu 3 mingdan 7-8 minggacha maosh olasizlar, yaxshilasanglar. Hep shu gapni qildi, lekin u jarayonda endi biz shu yerga berib qo'ygandan keyin bankkaring qaysi bankaga pul urdi, bankkaringni chiqaringlar degan keyin hammamiz yanjiqdan bankani chiqargandan keyin bu pulni biz yig'ib beramiz deb endi kani ko'rib olgandan keyin qo'limiz bog'liqni endi yig'ib oldi uni. Yig'ib olib biz yig'ib beramiz, jut qaytgan chog'ingda qo'lingni qaytib beramiz deb shuni elib oldi, lekin undan biz pul elib qaytagan ish yo'q. Qattiq pul berib boqmadi.
Bir ayda bir ketdim turmuş buyumlari setip aldığanğa. Mush ikki adam mushu tavallikdan dairdan mas'ul bo'lib bizga ega bo'lib kelgan ikki adam bizni chiqib turmush buyumini setib oldiganga 100 koydan 150 koygacha, ish kelsa 200 koygacha pul bergan ahvol bor. Hmm. Çünkü turmuş buyumlari almasak hamda ko'sar pusar ma u sopun, lunga degandek bir narsa tugaydi ekan. Hmm. Shu bir narsani oldiganga tushliq bo'ldi endi. Hmm. Siz qancha yil ishladingiz o zavodda? Men 3 yil ishildim. 3 yil jarayonida tuqqan yo'qlash uchun yurtga qancha qatim qaytib berib keldingiz? Berib boqmadim. Qat'iy berib boqmadingiz. Yo'q. Ularning unda qoidasi yo'qmikan? Yilda bir qatim tuqqan yo'qlash deydigan. Biz bardigan chaqda 1 yildan keyin yerib kelsanglar bo'ladi. 1 yilgacha mo'g'iljiq pul tep olasizlar deb shu gaplarni apag'an. Andan keyin bu biz davomli to'xtam tuzdiq, sizlar namalda, sizlar jiqroq pul tep olsin deb, sizlar g'imingni yeb deb bag'ansiri vaqtni uzatib oldi u yerda. Lekin endi shu naytni bir ig'ir kasal bo'lib qilib ketgandan birsi bor. Obresiya tushib qolgan ish bo'lib, shundan bir yo'l selvatdiq dedi. Uni qaytib bormidimi, uni biz bilmadik. Normalda sizlarni qaytishinglarga unamaydi. Ya'ni 7 kun, haftada 7 kun ishlaysizlar, 1 yil 365 kun to'liq ishlaysizlar. Shu Xitoylarniki chag'allarida bir kunda olgan ahvollar bo'lgan. Xitoyning davlat bayrami, andiki bu bahor bayrami deb bir nimasi bor. Bu pojang sotilgan. Chag'ini. To'g'ri shu chag'alida endi shu chog'da dam olgan. Sizlardan boshqa, ya'ni Uyg'urlardan boshqa yerlik Xitoylar bormi ishlaydigan? Bor. Ular sizlarga o'xshash ishlamdi. Ularning ishlash vaqti bizga o'xshamaydi. Ular odatda shu soat 10 bilan keladi. Shu endi u chog'da biz ishga kirgandan keyin beja vaqt ishlatadi emasmi? Xitoy vaqti soat 10 bilan keladi. 6 bilan qaytadi. Tushda 2 soat dam olish vaqti bor. Shuni olib shu 8 soat ishlayga o'xshaydi. Ular deganlar mashinalar bilan, motorlar bilan kelib ishlab ketadiganlar. Biz shu yerda yetib qopab ishlaydiganlar. Yani sizlardan boshqalarning hammasi normal xizmatchi. To'g'ri. Lekin sizlar majbur sistem ostida majbur ishlanayotgan xizmatchilar. To'g'ri, ular xohlagancha ishdan chiqib kirdi, biz chiqolmaymiz emasmi? Uyg'urlardan shundoq Xitoylarga o'xshash xohlagancha kirib chiqib ishlayotgan Uyg'urlarni ko'rdingizmi o'sha yerda? Yo'q. Butun Uyg'urlar sizlarga Bizga o'xshash. mas'ul bo'lib kelgan bir Xitoy, bir Uyg'ur bizning mas'ul emasmi? Shular hamda xohlagancha chiqib kiralaydi. Ular shu yurtdan birga avatgan mas'ul odamlar. Kadrlar yani. To'g'ri. Endi biz u yerda ishlayotgan chog'da shu yerdagi Xitoylar bilan ba'zida endi ularning ishlaydigan yeri arim, bizning ishlaydigan yerimiz arim. Lekin orliq yaqin, ancha-muncha ko'rishib turgan ahvollar bo'ldi. Ular bilan ko'pincha odamlarniki bizniki endi til o'xshamaslik sababidan fikr almashtirish yo'q. Ularga bizdan nima deb qaraydi, uni bilmayman, lekin ular o'zining ishi bilan biz o'zimizning 14 soatlab ishlab, shuning bilan bo'lgandan keyin unda belki paranglashib ketgandek ahvolimiz yo'q. Lekin shu boshliqlar vazifa belgili kelgan chog'da zavod boshliqlari vazifa belgili bizniki mas'ullar bilan paranglashadi. Yaxshi ishlar, sizlar davomli yaxshi ishlayapsizlar deb bizga bizni yaxshi deydi, lekin o'zimizningki chiqqan odamlari bunchalik sizlar yaxshilar deb qo'ysam tushib ketmanglar deb bizga ular yana shu propoz qiladi. Andan keyin u bizga oldimizda ham shu yaxshi ta'sir berib qo'ydi ekan Xitoylar. Chunki bularning bir taktikasi bor ekan. Qo'l ostimdagi odamlarga boshqa askosi bo'ldi. Men yaxshi qo'samlam, cho'ng boshliq yaxshi ekan deb qolsin deb ham bizga ashta ta'sir berib qo'ydi ekan. Chunki ular bizning shu 14 soatlab ishlashimizga, 12 soat 14 soatlab ishlashimizning shu buyruqini shu Xitoylar berdi emasmi? Shunda bo'lganlik uchun hamda ularni bizga qarta shu qul qilish ideyasi ulardan bor deb o'yladik. Andan keyin u yerda mening ko'rganlarim, o'zimning beshimga kelganlarim bo'lsa shu
Künde o ýerde unda ýygyr besim içinde işlegendiň keyin işden kirip birdem karotumyzda olturup boğuça ilk şu ilk yığıngy çakyryp alady. Bir sınıfbaş ýa geçirip andan keyin bizge ilk Xi Jinping unda diýen, Xi Jinping bunda diýen, ma kurultaýynyň roýyny ügünüsile dep şu togurluk yana bizge 1 saat, 2 saat ilk şu ilk siyasi ders berdi. Yani Hem de 14 saat mecburi hizmetden keyin yana 2-3 saat siyasi ügünüş kılsılar. Toğra, çünki hem de ularning davamlyk däp algan gepi hem de uflap ilk müjdep diýenni aşta kelip közümiz saňlap kesip, "O adam diýen gün 6 saat, 8 saat hulus bolady. Kандай adamma kalsaňlar?" dep ilk bizge ýani şu gatyk gep galady. Hem de biz onuňa çydap şu dersi katnaşymyz, her xil kalymyzyny juydygan dersini ötüdi. Partiýa, hökümetniň ilk ýetäkçiligi astyda kemaňa bütün bolady. "Daş gasaňla gosaňla açkanmyganda? Aç kaldymy ýa?" dep aşta ilk sorap, hem de ilk köýen günümüz şu bolsumy? Biz kynlyp ketdik, digidek jüretsiz. Şu ýerde şu wagtlar ötdi. Andan hatda "Way bunda ýerde biz ilk meşede 1 ýyl dep açypkan hazır 3 ýyl bolup ketdi. Bu ýerde öligimiz meşede kaldyk şöyle bizning ketdigan imkaniýetimiz ýok okşaýda şu ýerde ölüp elişka urunganlarmy bar. Hem de bizgemi äti bir ketip kalamyz, ögün bir ketip kalamyz dep özümizge ömüt berip şunda bir teste şu wagtlary ötküzgen boldyk. Yani kep kalgan qeyrindaşlarınız yine hazırmı davamlıq şu yerde şu şarait aslında işlevatıdı daňy. Men u ýerden çykyp ketgenden keyin asasen digere u ýerdekiler bilen alaklaşyp bakmadym. Endi men hazırgyça şu besim astyda hazırgyça işläwatamdy. Ya ular nimiş boldy o togurluk men hiçnim bilmeýän. Çünki men keyin bir ma'lum bir sebepler bilen çetelge çykyp kaldym. Ular bilen alaklaşgynym, ular käsligimge okşaş bolady çünki bu ilk çetelge çykkanlar bilen alaklaşdy, çetelle alaklaşdy dep ularga bir terrorçy diýen galpak enek kelidi. Men hem de ularning haberini biliş üçin ular bir ähwal sorap goýuşdy. O terrorçy diýen galpakny ularga kelip goýsam, ýa men toğry bolmay galady. Chet elge çykyp ketişiňizge näme sebäp boldy? Hem de meninki ma Xitayçyda seviyem herhalde hili özümün aýtymdan çykdy sözleýärleýme. Şuda bogalyk üçin men hem de o ýerde bir Xitay bilen tonyşyp kaldym. Şu bir Xitay bilen tonyşyp başda hem de o bizni ahirden kemsitmegendek kıldy. O sizler diýen ýakşy ekensiz juma. Muşu neoma diýdi ilk muşu kala atla muslara işleýänmeýdi dep neoma ýemeýo. Ya bu işan nemaca mı noli gonzo dep. At kalılarmy siläçilik işleýänmeýdi. Doğru. Hem de bizning özümüz muşu bizning tilimiz o diýsek hem de adi şekilde işleýär ekense demekçi hem de o. Bularda işleýär ekense uzamyslara işleýänmeýdi juma. Dep aşta zanlyk kılgan boldy. Keyin hem de aýja bir gep bolýansa ýa sen biz ýa ýaxşy işlemäk gaýerimiz barmy? Nimiş şunday gep kılsa dep hem de men bir kançykdym da onunla gep kılış bolup kalgan diken de Xitayça ýaşamasyn başkalar diýenni onda ilk sözleşýärde Xitayçyda hem de anglay sözleşýärde ýaxşy emas. Şuna ben kандай gep kılgandan keyin "Oý sen fuky dikense" dep ança munç onuň bilen paraňlaşlar bolup kaldy şu jarýanda maňa "Sizler bek japalyk işleýär ekensiz bu ýerde. Bu adamny muşta işletdemde sizin başlygyňyz adam emeski ýa. Men sizni başga ýerge iş gorlaşdyryp goýýar, başga ýerde iş tep bereymi?" Mesela çıkıp başka yere iş tepelsem o yerde maaşın alsam kartını kulağında yokken maaş urgan karınla. Bu yer basa diye maaşını kulağına berdi. Aramağın kes roksa sorap aramasan buludu. Dep agepni kılgan diye şuna men onu şu makul dedim. Andikin onunki mesela eşikte digendikin bu çokum bir toğru yolu bilen eşikte dep koygan. Onun şuna ulas kaçan mağasa diye kaçan versin ki bunu anlay. Desem şuna ulan onda apqası maňa deplam şu amal sakluşan tonuşlar şöyle işitdik. Onu gelip işine tüydiki amal saklaş öýe geçirip bu näslen diýişdi. Şuna birem kilometr eşiketdi. Senin işleýärgen ýeriň başga şäherde krapulun diýen menden kokma. Dep ana diýen
mana bir ishonch berib qo'ydi u. Chunki bizning shu ishkirga avatgan chaqdimi bilet pulimizni o'zimiz chiqargan emasmi? Bizga opchi biletni deb bergan bilan pulni bizdan yig'ib, andikin bilet deb bergan. Ay zavodga bardigan biletni o'zinglar olib borganmi ayni vaqtda? Pulni o'zi bizdan yig'gan. Poyez biletini. Mas'ul odam bizdan pulni yig'ib, andikin avla opchi olgan. Pulni sizlardan yig'di. Ular etbergen ahval yok. Hatta biz aşağı varan çağdımı özümüzün kira pulumuzni özümüz berip kelish kira pulini özümüz to'lab bordigan tursak biz bilet epiramiz ya. Bu hem delik yolda bağaç elik tamak pulun benden andikin kira pulunu ben götüreyim dep meclisga şapallık andikin vücud bu acep bir mana bir yaxşılığını tepirib tutgan o'xshaydi deb bizning hurmatimiz qildigan odam bor ya bu yerda. Dep u bek uni ishonchi bo'lib ketibdi menda. Ashta bir soddiq ekanmiz, qanday ishni ko'rib boqmagan bo'lgandan keyin. Shundan bir shaharga xil uzoqda bordik. Mana bir shaharga berib, u yerda u yerga berib bo'lgandan keyin oldimga birisi chiqdi. Siz shunday qilib, biroqlam 3 yil ishlagan zavoddan qochib chiqib ketdingiz shundan gapiga ishoniblam, shundaqmi? To'g'ri. U yerda 3 yilning yoqi hech qo'lingizga olib boqmagan maoshlaringizmi qolib qoldi? Bank hisob kartalaringizmi qolib qoldi? Xo'sh, davom qiling. Kartlarning qo'lida qoldi. Uning ustiga ular degani bizning karta olib olgan chaqda maxfiy nomerni qo'shib berib olgan. Maxfiy nomerni ayliqim bir taldan kichik qog'oz taqatdi, ma qog'ozni kartaga chaplab maxfiy nomerni yozib qo'yganlar deb. Chunki bankarligi pul olgan chaqda maxfiy nomer ketadi deb. Keyin bilsak, u bankaga pul urganga maxfiy nomer ketmaydi ekan. Pul oladigan ketadi ekan, solgan ketmaydi ekan emasmi? Buni bilan u bankka mushat qolgan bo'ldi. Keyin men boshqa bir shaharga berib qoldim, shuniki chaqirgan mashinasi bilan boshqa shaharga ba'zan bir saldim chiqdi, chiqib voy keldingmi, yerib qoldingmi, men seni mehmon qilay deb shu Tunganing oshxonasi ochib mehmon qildi. Va u tomoq degan shunda yeyishga ketib ketdi o joqda. O'zimiz xohlaganni bo'rtib yegandan keyin ondan keyin sen men seni bir yerga olib borma, shu yerga borgan chaqda yaxshi ishlagan, yaxshi ishlasang degan sen boy bo'lib ketsa, men zaqasingni qanday ishlaydiganligini bildim, bakmi shu harbiychi, ashta bak ishlaydi ekansizlar, harbiy tuzum ichida ishlasangmi qiynalmay ishlaydigan ashta tirishgan ekansizlar deb bir necha maqtagandan keyin voy bizning yaxshi gapimizni qildigan odam bor ekan deb uning gapiga ishonib yaxshi odam ekan deb qolibman men o'zim. Ondan keyin bir motor mindirib bir tog'dan oldiga keldik. 3 soat atrofida motorda olgandan keyin. Manzilni ko'rib, men yaptım ataqa. Ondan keyin shu tog'dan oldiga keldik, motorning keyniga o'tsak, sen ishlaydigan yering aşağıda deb meni yana birisi tutqizib qo'ydi. Yani 3. bir odamga o'tkazib berdi. To'g'ri. 3. odamga o'tkazib berdi. Ondan keyin o tog'dan o'tdik. O'tgandan keyin u biz shu Xitoy tavalligidan chiqib ketdimiz u yerda. Chunki men unda bir kallamda unda bir xiyol yo'q. Bunda ayliq chet elga chiqib kelish, ondan keyin meni chet elga olib chiqib ketib bunda bir xiyol meni kallamda yo'q. Chunki men o yo'lda bir harbiy ko'rmadim, yo bir tankka chazilni ko'rmadim, chegara degandek yo'g'on bir ishki va tamlı va unda bir yerni ko'rmagandan keyin men uning chegarani unda olduğunu bilmabman. Bizning ideyamizda chet el to'g'ri hech qanday bir ang bo'lmaganligi uchun ashta harbiylar turadigan, tankka, aeroplanlar turadigan yer deb o'ylaydi ekanmiz. Ashta yerdan o'tmay turib chet elga chiqib olmaydi deb o'ylaydi ekanmiz. Shu bir tog'ni o'tib qolgandan keyin qurolliqlar ikkisi chiqdi oldimizga. Chiqib andan keyin meni ular topshirib berdi 4-chi odamga. Ularmi Xitoy fuqarosimi? Ular qaramtulroq keladigan odamlar, ular Vyetnamga o'xshaydi. Lekin Xitoyga ancha-muncha biz ekan. Ular endi shu ishlarni qiladigan odamlar o'xshaydi. Pulni ko'rishib ufuqdan bo'lib ketibdi. Ancha-muncha ufuq ekan. Shuning bilan mashinaga chiqdi. Mashinani ko'rsatdi, mashinaga chiqsam qurolni ko'rgandan keyin ras pashto shuni yurak jaqqidan qilib ketdi. Bu qayda olib qolgani bu?
Bu qoral turdu ya bulda, tapanç turdu, yoğun. Sizning o ish Elchidek qandaq tapanç turdu. chet elga chiqish xiyolingizmi yo'qdan siz faqat bir zavoddan yana bir zavodga berib ishlayman deb ketyapsiz shu Xitoyning degan gapiga ishonib, shundaymi? Men sana başka yerden iş tepirme, yaxşı yerden degendikin Hmm. öyle yaxşı yer degendikin ben onu bir zavod dep oylamdım. Çünkü Ha. zavod bu bizim dediğimizde vay o bu adam işlerine ya emas degendek bir Hmm. ta'sir bergilik. Hmm. Yaxşı yer degendikin onun suyu tağı olsa tağın üstüne biz zavod sanmaz kadar tağın üstüne kadar zavod sağ oldu. İşte bir yoğun bir elik şu iltiqallaşatlığı dek işte bir yere okşaydı o. Ya bu amallı saklığı çulame. Ya ko'may qilib qolsa ashad manga loyiq ish chiqib qolar erkinkan bunda ya do'stam deb o'ylabdim men. O Hmm. chet el chiqishini bilmayman deyman. Xo'sh, davom qiling. Onun üstüne mening o'rnimda vatanimizdagi Uyg'urlarning 99% Uyg'urlar vatandagi unda biri taqdirni o'tgandan keyin chet elga chiqib kelishini hozirmi bilmaydi. Chet elning unda bo'lganini, unda ason chiqilib bo'lganini hozir 99% Uyg'urlar bilmaydi emasmi? Menmi shu endi. Bilmay chiqib qoldik. Chiqib oldimizga ikki qurollar chiqdi. Bunda uzun qurol bor ekan, andan keyin yana tapancha bor ekan, kichik. Andan keyin uni ko'rgandan keyin qo'rqdim. Qo'rqib, endi qanday qilaman? Desa mashinaga chiq dedi. Yo'ldan ma'qul deb gap qilmay mashinaga chiqsam, endi ular bir ko'lning bo'yidagi bir uyga akeldi endi. Oldi izini qaycham shu joqda uyning oldida yo'g'on bir ko'l bor ekan. Shu yerdagi uyda 2 kundan jiq aram oldik. Endi atdiganda kelgan. 2 kun o'tib kech vaqtisi mangdik. Kech tushaydigan chog'da 2,5 kun bo'ldi. 2,5 kun turib uyda salomatligim chiqibdi. Tog'dan o'tgandan keyin demak erkisizga. U yerdan men seni boshqa bir yerga olib borib yo'llasab qo'yma. Sen ishlaydigan yeringdan borsa. Sen ilib manga odamning gapini olg'in. Hammasi sening og'inlaring bo'ladi bundan keyin. Deb u uydan chiqib bir mashinaga selib andan keyin bir tezroq tashyoldek bir yerga akeldi, u yerga meni bir mashina akeldi. Andan keyin yana boshqalarnimi boshqa mashinalarda akilib, u yerda 10 necha odam bo'lib ketdik. 10 necha odam bo'lib ketib, hammamizni bir mashinaga chiqardi. U qolgan 10 necha odamlar boshqa millatmi yo Uyg'urlarmi? Xitoylar. Xitoylar. Ha, xo'sh. Andan keyin endi ularniki chiroyi Xitoy, qaysi millat uni bilmayman. Andan keyin u mashinaga chiqib 20 soat atrofida mangdik. 20 soat atrofida manggandan keyin ba'zilari endi 17 soat bo'lgancha tushib qolgan bo'ldi. Men 20 soat atrofida menib tushib qoldim o mashinada. Andan keyin men tushib qolgan chog'da shu mashinada yana odamlar botdi. Tushmaganlar. Ya u mashina ham davomli mangdi. To'g'ri davomli mangdi. Andan keyin mening oldimga shu chog'da yana bir mashina chiqdi. U endi 5-chi odamning qo'liga o'tdi emasmi? 5-chi odamning qo'liga o'tib bir mashinada minib shuni keyin yana bir odam topshirib bergan bo'ldi. Bir yezdek bir yer kelganda. Yezdek bir yer kelib yana bir odam topshirib berdi. U yosh bola ekan to'q. Motoda elib mangdi. Bir etizlik qildim mangdik. Voy bu nimanda geldi mangdigandimiz bu. Yo'l xatlarimi tonimaydigan xatlar turdi bu. Deb endi ya gapni uqtiramadim. Andan keyin mavnaji şimdi faniga desem shuninglar bular texe kaldi qiladi. Voy bular biz chet elga chiqib o'xshamaymizmi yo be chet bir o'lkami bu talaffuzi ig'ir deb u to'g'risida bilmay andan keyin bir etizliklardan o'tdik shu motor menga so'raganman bu nima u desam kaldi qiladi bu talaffuz bak ig'ir o'xshaydi buni chet elga chiqib qolganmanmi deb shu chog'da ozroq bilgandek bo'ldim andan keyin u etizliklardan o'tib oldimizga yana bir mashina chiqdi asli keyin bilishimcha shu etizlik bir tarafi Vyetnam, bir tarafi Kambodiya ekan. Kambodiya tavalliga kirib qolibmiz. Hech nimadan xabaringiz yo'q, siz o'zingizni Xitoyda deb o'ylaysiz, ikki davlatni atlab bo'libsiz ya'ni. To'g'ri. Chunki ularning gaplari haqiqatan g'alati xatlarga o'xshamaydi. Zangzu yezig'iga o'xshaydi.
Mesela biz pulludu mu? Bağmaz mı? Zangzulu yezi. Doğru. Lekin galiba biz kömege yazıklar. Aştamı diyor ben. Zangzulu'ya kep kalgandı ben ya dep kalımız ötmedi başta. Lekin vay bu ya çetel mi ya dep sel. Kallamda aşta bir xiyal payda bo'lib qoldi. Lekin biz bir harbiyli va bir chegradek bir yerdan ötmedik ya. Mesela bizning vatanda bor, hatta bir yezdan bir yezga o'tkichmi o chazıva emasmi? Aşta bir tekshirish punktidek adam tekshiradigan aşta bir yerdan o'tmedik bu qandavlab qoladi. Dep endi kasal kalamni o'tmagan bo'ldi. Lekin endi yaxshi muomala qilgandiki bu chaqda. Voy bir ishim bo'lmas. Hem şu kendi iş meni yuribdi mekan o tezlikni o'tab bo'lgandan keyin bir mashinaga chiqadi. O mashinaga chiqarib endi Kambodjaniki tavallikka kirib o'pdimiz. Shu mashina bizni shu Kambodjaniki Gagong o'lkasi Chishinxay Changwan degan o'ltiraq rayoniga achirib shu yerga setib yetibdi. Dastlabda siz bilan shu zavodlik vaqtingizda do'stona muomala qilib paranglashgan Xitoyninki siz dastlab u yerga setayotganligini shu chaqda bildingiz deyli. Men shu yerga kelib 3-4 kun bo'lgan chaqda o'zimning setilib ketganligimni bildim. Hörmətli radio anlıqçılar, keyinki qismimizda Sulaymanның bu qarang'uliqdan qandaq qutulganligini anglaymiz. Anglayotganinglar Azad Sharq Turkiston radiosi xabarlari. Men Abdusalam Niyoz Uyg'ur. Keyinki haftalik xabarimizda quloqlashguncha aman bo'linglar, xayr xo'sh.